Siz uchun eng zo'r bloger kim? Mittimi yoki Dilimi? Mittimi? Mittimi yoki Elmurod Haqnazarov? Elmurod Haqnazarov. Elmurod Haqnazarov yoki Bobur Mansurov? Elmurod Haqnazarov bo'la qolsa. Muzmi nimadir kerak menga. Yomonam yonyapti, yomonam. Elmurod Haqnazarov yoki Qodir Tolipov? Qodir Tolipov bo'la qolsa. Qodir Tolipov yoki Durdona Qurbonova? Qodir Tolipov. Qodir Tolipov yoki Nosirov Ma'ruf? Ma'ruf ekanmi? Ma'ruf aka. Nosirov Ma'ruf yoki Gofa? O, Gofa. Ma'ruf aka. Pashole yo'qolmi? Nosirov Ma'ruf yoki Barchin G'afurova? O'zimizniki. Barcha G'afurova. Qamayda yaxshimi endi shu ishi? Barchin G'afurova yoki O'tkir Shodmonov? O'tkir Shodmonov. O'tkir Shodmonov yoki Suhrob Islomov? Suhrobmi? Buxoroda. O'tkir Shodmonov. O'tkir Shodmonov yoki Hikmatullayev? Hikmatullayev zo'r ijodkor. O'tkir Shodmonov. O'tkir Shodmonov yoki Mo'minlayev? Mo'minlayev. Keyingi bloger kim bo'lishni xohlaysiz? Men aktyor qilaylik demoqchi edim. Keyingi aktyor kim bo'lishni xohlaysiz? Adiz Rajabovdan bitta intervyu olsanglar-da, filmlar haqida qilsanglar. Keyingi aktyorimiz Adiz Rajabov. Obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Omad.